днем рождения поздравляю, пожелания тебе. Assalomu alaykum. Tabriklar va qutlovlar radio loyihasi kuzatuvchilari. Tug'ilgan kun sohiblariga olam quvonch ulashish uchun bizning shodiyona elchilarimiz fayzli xonadonlarga kirib borishda davom etadi. Bizning studiyamizga yetib kelgan dilnoma, dil izhorlari, qalb satrlari bor. Ayni damda kutilmagan tabrikimizni jonli qo'ng'iroqda amalga oshiramiz. Qani, boshladik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga Bunyodjon kerak edilar. Rahmat. Bunyodjon sizmisiz? Ha, men. Yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Rahmat. Avvalambor bugungi boshlab olgan kuningiz fayzli va barokatli bo'lsin. Bugungi tavallud ayyom shukrona kuningiz, Rasulimizga ummat bo'lgan 14 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh doimo xonadoningizga fayz va barokat, ilm va saodat nurlarini sochib qo'ysin. Quvonchli kunlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin deyman. Sizga atalgan tabriknoma maktublarini yetkazmoqlik uchun ayni daqiqalarda yaqinlarimga dil izhorlarim tabrik loyihasidan qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Bugun yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz sizga o'z dil so'zlarini yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Bunyodjon, shu o'rinda sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Ushbu tabriknoma maktublari, dilnomalari qaysi yaqiningizdan deb o'ylaysiz? Albatta, bu tabriknoma maktublari o'rtog'ingiz, do'stingiz Adhamjon tomonidan kelib tushgan ekan. Agar vaqtingiz bo'lsa, mana shu tilaklarni sizga o'qib eshittirsam qarshi emasmisiz? Yo'q. Rahmat. Aziz va qadrdon do'stim, bugun sening hayotingdagi eng go'zal kunlardan biri tavallud kuning. Bu dunyoga kelganing, menga chin do'st, suyanadigan yelkadosh bo'lganing uchun Allohga ming bor shukr qilaman. Chunki sen faqat do'st emas, balki aka-ukadek yaqin insonsan. Sen bilan o'tgan har bir kunim, har bir suhbating, har bir kulging mening hayotimdagi eng qimmatli xazinalardan biri. Yillar davomida yo'lma-yo'l yurganimiz, baxtni ham, qayg'uni ham birga bo'lishganimiz do'stlik degan ulug' ne'matning eng go'zal isbotidir. Men doimo sening yoningda bo'lishga, kulgularingni baham ko'rishga, dardlaringni yengillatishga tayyorman. Chunki sen shunday insonsan, mehrga, hurmatga va ezgu tilaklarga loyiq odamsan. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, qadrdonim. Bu yil senga yangi umidlar, yangi imkoniyatlar va cheksiz quvonchlar olib kelsin. Doim shod va xursand bo'lib yur, do'stim. Tilayman ey do'stim, har qanday damda nomard va nokasga ishing tushmasin. G'alamlar oldida qolsang alamda, ko'zingdan bir tomchi yoshing tushmasin. Mehridan siylasin mehribon Xudo, ota-yu onangdan etmasin judo. Chin dildan rizq so'rab aylasang nido, og'zingdan yeb turgan oshing tushmasin. Boshingni egmasin alam, tashvish g'am, pok qalbing ko'rmasin zarracha sitam. Har qanday holatda qo'llasin egam, yozing kelmay turib qishing tushmasin. Yashamoq baxtiga bo'ldik muyassar, gohida yo'qotdik, goho tutdik zar. Ajal qachon kelar, bizlar bexabar, yuzga kir, yuzda ham tishing tushmasin deya mana shunday mazmunli satrlarni do'stingiz nomidan qabul qilib olasiz. Rahmat do'stim, men birga bo'lishni nasib qilsin. Albatta. Jannatlarda birga bo'lishni nasib qilsin. Rahmat. Yaqinlarimga dil izhorlarim tabrik loyihasi ijodkorlari ham sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan samimiy qutlab qoladi. Ilohim yaqinlaringiz baxtiga, mana shunday mehribon do'stlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuring. Rahmat. Bunyodjon, siz bilan suhbatimiz ayni daqiqalarda esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham do'stingizga, yaqin insonlaringizga tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa marhamat yo'llashingiz mumkin. Do'stim, shu do'stim sog' salomat bo'lsin. Rahmat sizga.
Rahmat, samimiy tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bugungi tavallud ayyom yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunda yaxshi insonlar borida bo'ling, har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.